Ey. Yig'lavermasdan deb gapirsang-chi, tushuntir, nima bo'pti o'zi? O'g'lingiz ishxonasida katta ret bo'lgan. O'g'lingiz o'sha olib kirib qo'yishdi. Uni ustiga oyligini hisobidan katta qarz olgan. Biz o'sha pullarni yubormasak, o'g'lingizni qo'yib yuborishmas ekan. Men shu bolaga o'zi aytuvdim men shunga. Chet elga bormagin deb, mana o'zi ketdi. Sovqotyaptimikan? Nima yeb, nima ichyapti? Ey, Halovatim yo'q. Kechalari ham uxlolmayapman. Men qara. Ko'p siqlavermagin, yuragimni siqmagin. Hozir biror chorasini topamiz. Chorasini top. Men qara. Uyda qancha pulimiz bor? Yetmaganiga kredit olaman. Uyda seningiz to'yga olib qo'ygan pulimiz bor. Qolaversa, sizni mashinangizni variantga yig'ib qo'ygan pulimiz bor xolos. Boshqa pulimiz yo'q. To'yga ham oz qoldi. Hozir shularni o'ylaydigan paytmi baraka topgur, ha? Avval mana o'g'lingning ishini hal qilaylik. U yog'iga ham Xudo poshalagan bir gap bo'lar. Menga qara. Hozir bor pulni olib chiq. Hisob-kitob qilaylik. Yetmay qolgan joyiga men bankka borib kredit olaman. Xo'p, hozir.